Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar sayfimizga xush keldinglar. Men mazkur sayfining programma riyosatchisi Qutlan. Bir 1965 yili 6 ayning 14 kuni bir ömür vatani uchun tipirlagan bir o'tliq yurak so'qishdan to'xtaydi. 64 yillik qisqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'lboshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat buyuk bir obida asarning muallifligini, Xitoy tarixchilari bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundaqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadarlik radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlər Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. 1930 yilning yoz oylarida 6 oylik vatan sayohatiga otlangan Muhammad Emin Bug'roning G'uljida Sobit Damullam bilan ko'rishishi 1930 yillarning boshlaridagi Sharqiy Turkiston milliy inqilob tarixida intayin muhim voqea bo'lgan edi. Sharqiy Turkiston milliy inqilobining janubdagi tunji mash'aliga oldi bilan Xotanda o't yiqildiganligi shu qatimliq ko'rishishda belgilangan edi. Degandek, islom dunyosidagi 2 yildan ortiq surgan sayohatini oxirlashtirib vatanga qaytgan Sobit Damullam 1932 yilning oxiri Hindiston orqali bevosita Xotanga yetib keladi. İstanbul Universiteti Türkiyat İnstitutining doktoranti Abdulla O'g'uz apandi marhum Muhammad Emin Bug'roning navra tuqqanlaridan biri bo'lib, u turkchaga tarjima qilgan Sharqiy Turkiston tarixi yaqinda Turkiya O'tokan nashriyoti tarafidan nashr qilindi. Abdulla O'g'uz apandi marhum Muhammad Emin Bug'roning yuqorqi kitobidagi uchurlarga asosan Sobit Damullamning 1932 yilning Shaybon oyida, ya'ni noyabr bilan dekabr oralig'ida Xotanga yetib kelganligini ta'kidlaydi. Sobit Damullamning Xotanga kelish tarixini Hastim Sharq Turkiston tarixida Shaban ayı deb o'tibdi. Uning milodiy o'rishi mening hisobim 1932 yilning 13-ay. Hastimning o'zi 2. ay, yani 1933 yıl 2. ayda, yani Şevval ayında Xotan'daki Milli Teşkilatının, Milli Azatlık Teşkilatı'nın kurallı unsurlarının Xotan'daki Xitay işgalcileriga tenkererek bir vaziyette erişkenlikiga közlemen yetkinliği eytidu. Muhammad Emin Bug'roning o'zimi Sharqiy Turkiston tarixi nomli kitobida bu haqda mundaq deb yozdi. 1932 yılı Şayban ayında, yani noyabrda Sobit Damullah hacim Saudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Hindistan seyahatidan qaytib Xotanga keldi. U sayahat xatirlarini ve təsiratlarını anlattı. Mısır, Saudi Arabistan ve Hindistan'da bazı siyasi kişiler bilen görüşkenlikini sözlep berip, Şarkı Türkistan'da bir milli inqilab qo'zg'alsa, qo'shni ellerinin müdahale qilish ihtimalının az ekanligini aytdi. Shundaqla xalqaro jamoatchilik qonunlariga qaraganda bir yurtning ichki ishlariga aralashish to'g'ri emasligini so'zlab, G'uljida ko'rishgan cheg'imizdagi maslahatimiz bo'yicha Xotanda bir milliy inqilob tashkiloti qurish maqsadi bilan Udul Xotanga kelganligini aytdi. Әдісі мен Sobit Damullah hacimga tashkilotimiz haqida va maxfiyatligimiz haqida tafsiliy ma'lumot berdim. Damullah hacim bularni anglab baq xursand bo'ldi va darhol bu tashkilotga a'zo bo'lishni talab qildi. Men tashkilotimizning majlisini chaqirdim va Sobit Damullah hacimning talabini o'ttirg'a qo'ydim. Bütün a'zolar Sobit Damullah hacimning Xotan Milliy inqilob tashkilotiga a'zolikka elinishini ma'qulladi. Abdulla O'g'uz apandining ta'kidlashicha, Sobit Damullamning chet el sayohatidan qaytib bevosita Xotanga kelishi va Muhammad Emin Bug'ro bilan qayta bosh qo'shishi Xotanda qurilgan maxfiy inqilobiy tashkilotning yer osti faoliyatlarining texmo jonlanishi, shundaqla targ'ib tashviqotlar elib berib, xalq orasida ommaviy asos yaratishda muhim rol o'ynaydi.
Xotan'daki mehbi teşkilatının mühim hadiselerden birisi Sabit Amollam'ın Müslüman devletlige, Mısır'a, Suudi Arabistan'a boğan seyahatinden kaytıp Xotan'a kelip Mehmet'in bu Hestin bilen köreşmesi ve Hestin'in teşkilatı kirlen istişare kılgandan keyin Sabit Amollam'ı teşkilatka aza buluşqa şakırışı ve Sabit Amollam'ın bunu kabul kılıp Xotan Milli İnkılap Teşkilatı'na aza bulup bu teşkilatının önemli bir azası bulup işleyişinden keyin bu teşkilatının tesiri ve adam sanının yittik bir vaziyette köpeygenini Hestim Üzi Şarkı Türkistan tarihinde dep ötüdü. Muhammed Emin Buğramu Sharqi Turkiston tarixi nomli kitobida Sabit Damullamning Xotandagi maxfiy inqilobiy tashkilotga a'zo bo'lgandan keyin masjid jamoalarda keng jamoatga Qur'on oyatlarini tafsir qilib, avom orasida milliy inqilobga hozirlanish uchun cho'nqur tashviqot xizmati qanot yoydirganligini ta'kidlaydi. Sabit Damullo hojim Ramazon oyi munosabati bilan Qur'ondan dars qilish asnosida Qur'onning oyatlarini keng tashlab tafsir qilib, umumiy xalq ichida intayin cho'nqur bir tashviqot xizmatini ustiga oldi. Bu tashviqot xizmatining xalq ichilik ta'siri bek yaxshi bo'lib, a'zo to'plash vazifamizga cho'ng yordamchi bo'ldi. Ramazon oyining oxirida tashkilotimizga yana bir muhim kishi ketildi. Bu kishi Xotanda eng cho'ng diniy va milliy nupuzga ega bo'lgan Muhammad Niyoz Alam Axunim edi. Bunun bilan bir oy ichida inqilobiy tashkilotimizga qatnashganlarning soni nihoyat tez ko'paydi. A'zolarimizning hammasi qurolliq bo'lmasimi 20% miltiq, qolganlari qilich va nayz bilan qurollandi. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori Olimjon Inoyat Efendimu Sabit Damullamning 1932 yilning oxirida chet eldan qaytib kelib, Xotandagi maxfiy tashkilotga a'zo bo'lishi va Xotan inqilobiga tayyorlik qilish rahbarlik guruhidagi muhim shaxslar qatoridan o'rin olishini Xotan inqilobi harbisidagi muhim voqea deb qaraydi. 1932 yılı Sabit Damollam chet eldan Xotanga qaytib kelib, bu tashkilotga kirgan. Tashkilot o'z ichida saylam o'tkazib, shu qurilg'usi muvaqqat hukumatiga Muhammad Niyoz Alamni rais, Sabit Damollamni bosh ministr, Bug'rani bosh qo'mondon qilib saylagan. Ma'lumki, Sabit Damullam qalbiga vatan va xalqining ozodlik irodasini tangan bir siyosiyon bo'lib qolmasdan, balki o'z navbatida yana tonilgan diniy olim va Qur'on Karim bo'yicha dongliq tafsirshunos edi. İstanbul'daki Tehlemakan Uyg'ur nashriyatining boshlig'i Abdujalil Turan apandining ta'kidlashicha, Sabit Damullamning bir diniy olim sifatida Xotanning masjid jamoalarida Qur'on oyatlarini tafsir qilib, keng jamoatga ozodlik va hurlik haqida targ'ib tashviqot elib berishi Xotan inqilobining mash'iliga o't tutashtirishda muhim rol o'ynagan edi. Bu inqilobning tayyorliklari jarayonida Mehmet Estin Damollam o'zi va Xotanga kelgan biz bildigan Sabit Damollamlar diniy tashviq qildi, Qur'oni Karimning oyatlarini tafsir qilib, xalqni bu inqilobga hozirlaydi. Natijada 2 oyda inqilob boshlanadi. Qarqash ozod bo'ldi, undan keyin Xotan ozod bo'lib, Xotan islom hukumati qurildi. Darvaqa Muhammed Emin Buğra bilan Sabit Damullamning tirishchanligi orqasida 1933 yili 2 oyning 1-kuni maxfiy inqilobiy tashkilot jiddiy majlis ochib, Xotan inqilobi va uning natijasida qurilg'usi Xotan vaqtliq hukumatining rahbarlik gavdasini saylab chiqdi. Muhammed Emin Buğra o'zining Sharqi Turkiston tarixi nomli kitobida bu haqda mundoq deb yozadi. Hijriye 1351 yılı Şevval ayının 5. günü Peyşembe, yani miladiye 1933 yılı 1. fevral teşkilat azalarının 18 kişilik vekiller meclisi içildi. Mecliste Muhammed Niyaz Alam Axunimni hükümdar saylab, onunla bayat kıldık. Sabit Damullo hacim hükümdarının məsləhətçisi, maarif, adliye ve dini işlağı məsul qılındı. Ben hərbi işlağı məsul boldum. Abdullah Oğuz Efendining ilgari surishicha, Xotan inqilobi partlash harpisida maxfiy inqilobiy tashkilot yig'in chaqirib, Xotandagi eng nupuzliq ulamo Muhammad Niyoz Alamni qurilg'usi Xotan hukumatiga rais, Sabit Damullamni bosh maslahatchi, Muhammad Emin Buğrani harbiy ishlarga mas'ul amirlik vazifasiga tayinlagan. Buning bilan Xotan inqilobi bir tutash rahbarlik gavdasiga va aniq bo'lgan inqilob nishoniga ega bo'lgan. Bu ahvol Xotan inqilobining qisqa vaqt ichida g'alaba qozonishi va sharqda charchan chaqiliqdan g'arbda yakangicha bo'lgan bepoyon tuproqlarning Xotan hukumatining idorasi ostiga kirishida hal qilg'ush rol o'ynagan.
Hem de bu teşkilat hakkında yine değişik tegişlik yap. Bu teşkilatın yine bir İslami prensipleri bilen kurulgan bir teşkilat buluşu ve Xotan'daki ulemadın Muhammed Niyaz Alem'nin bu teşkilatının beşide bulunuşu. Kiyinçiler Xotan Milli İnkılabı, Galbe uçurap Xitay tecavüzçülerini Xotan etrafından kovlagandı mı? Ve şu Xotan hükümeti İslami Xotan dep adlangan Xotan hükümetinin beşiğime yani şu Muhammed Niyaz Alem ahununun kelgenlikini deb ötüşümüz lazım. Qadirlik radio anlıqçılar, yuqorda büyük inqilabçı, tarixçi, muaciratdagi Sharqi Turkiston milliy harakatining muhim rahbarlaridan biri bo'lgan Muhammad Emin Bug'ra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 11-qismini angladinglar. Bu haqdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anlıqçılar, şunun bilan Yoruq Sayınlar sayfasining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfamizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.